bugungi metodimiz qiziqarli metodlardan biri. Kimyo savollarimiz berilgan. Bu yerda shamni o'quvchi chiqib o'chirish kerak. O'quvchi o'chirilgan shamni to'g'risidagi sovg'a bir tomonda savolimiz bor. Shu savolga javob beradi, keyin sovg'amizni ham oladi. Javob bera olmasa-chi? Javob beradi. Sovg'asini bermaymizmi? Lekin savolimizni qayerdan oladi? Xo'p, qani boshladik. Sovg'amizni Aha. o'zlarining kim chiqishini. Xo'p, savol. Aha. Aha. Bu yerda Xo'p, kislorod. Hammalar atmosferada eng ko'p tarqalgan element hisoblanadi. Atom massasi 16, molekulyar massasi 32 ga teng bo'ladi. Yana bitta ma'lumot. Xo'p, tarkibida uchraydigan suvni tarkibida uchraydi. Sulfat kislota, peroksidlarda uchraydi. Hop, kalsiy. Kalsiy suyak to'qimasida muhim ahamiyatga ega. Insoniyat tomonidan aytadigan kalsiy suyaklarımizda bo'ladi. Bundan tashqari tish emali qavatida ham kalsiyimiz mavjud. Kimyo jihatdan aytadigan bo'lsak, kalsiyning tarkib raqami 20, massasi esa 40. Nervus sistemining ikkinchi guruhida joylashgan. Xo'p, oling sog'lig'ingizni. Keyingisi. Bugungi metodimiz qiziqarli metodlardan biri. Kimyo savollarimiz berilgan. Bu yerda shamni o'quvchi chiqib o'chirish kerak. O'quvchi o'chirilgan shamni to'g'risidagi sovg'a bir tomonda savolimiz bor. Shu savolga javob beradi, keyin sovg'amizni ham oladi. Javob bera olmasa-chi? Javob beradi. Sovg'asini bermaymizmi? Lekin savolimizni qayerdan oladi? Xo'p, qani boshladik. Sovg'amizni Aha. o'zlarining kim chiqishini. Xo'p, savol. Aha. Aha. Bu yerda Xo'p, kislorod. Hammalar atmosferada eng ko'p tarqalgan element hisoblanadi. Atom massasi 16, molekulyar massasi 32 ga teng bo'ladi. Yana bitta ma'lumot. Xo'p, tarkibida uchraydigan suvni tarkibida uchraydi. Sulfat kislota, peroksidlarda uchraydi.